Lekin loyiqalik hammajoyimiz loy bo'lib bitta tashab kelaylik-da. Ha, Tangemni qo'lida qirol tabibi o'limi oldidan yozgan xat bor ekan. Endi hech kim nega noto'g'ri Ona akam bilan loyiqillik ishlaydi. Million marta aytaman, serial ko'rganimni xalaqit bermagin desa kuchuklarga. Nima bo'lib tugadi endi hozir mana? Nima bo'lib tugadi? Qo'lim chakki bo'ldi. Handib aytaverma aka, bar bormaymiz cho'milishga. gazga issiq suv qo'yib ustimizdan quyamiz. Bilarkanmisizlar? Cho'milishga ruxsat olib bersang, senga nasihat beramiz. Yanga shahboz erkaklar bilan cho'milishga borib turdi. Yo'q dedilarmi? Hammang yo'qlab et bo'ldi. Men yotishim kelmayapti. Yaxshi yotib turinglar. Qisib yotay. Uyg'onmadilarmi? Yo'q. Ketdi. Suvda kim ko'p o'tirib o'ynaymizmi? Ona men buni aytgan kelgandim. Buyoqqa chiq!